Qari onaxon aytib bergan ibratli qissaga quloq soling. Onaxon aytadilar: 9 oy qornimda ko'tarib yurdim. Tug'ilgandan bir necha oy o'tib, otasi vafot etdi. Men unga ham ota, ham ona bo'ldim. Juda qattiq yaxshi ko'rganimdan uni 3 yil emizdim. Keyin o'zi emishdan to'xtadi. Unga bor mehrimni, muhabbatimni berdim. Voyaga yetib uylanish yoshiga yetgach, odob axloqlik, dinini, oilasini yaxshi ko'radigan qizga uylantirdim. Oradan 5 yil vaqt o'tdi. Unga 2 qiz, bir o'g'il tug'ib bergan ayol bilan ajrashdi. Ajrashdi. Nega? Chunki odamlar aytgandek, u qiz o'qimagan emish. Oradan vaqt o'tdi. O'g'lim o'qituvchi bo'lgan bir qizga uylandi. Men nabiralarimning tarbiyasi bilan shug'ullanar edim. Bundan tashqari, o'g'limning o'qituvchi bo'lgan xotiniga ham xizmat qilar edim. Farzandim bo'lgani uchun o'zim rozi bo'ldim. Vaqt o'tgach, men tayyorlagan taomlar kelinimga yoqmay qoldi. Aytishicha, men uylarning tozaligiga keragicha e'tibor bermayotgan ekanman. O'g'limga oyligini o'zim beraman deb bir xizmatkor chaqirtirdi. Xizmatkor kelib ishlarni qo'limdan oldi. Endi men o'g'limning xotiniga yoqimsiz mehmondek bo'lib qoldim. Bora-bora menga tuhmatlar qila boshladi. Kelinimning aytishicha, xizmatkorning ishlariga aralashayotgan, unga, ya'ni kelinimga yomon gapirayotgan ekanman. O'g'lim menga gapirmay qo'ydi. Vaqt o'tgach, meni o'zimning xonamdan chiqarib, tashqaridagi xizmatkorning kulbasiga olib chiqib tashlashdi va xizmatkorni meni xonamga joylashdi. Chunki xizmatkor ularning uy ishlariga kerak bo'layotgan ekan va uni tashqarida qolishidan xavotir olishayotgan ekan. Meni ularga keragim qolmabdi. Keragim qolmagandan keyin albatta mendan xavotir ham olmaydi-da. Men bundan juda qattiq xafa bo'ldim. Lekin ichimda saqlab, sabr qilib, rozi bo'lib yashadim. Chunki u mening farzandim. Men uni yaxshi ko'raman. Qolaversa, birinchi ayolidan bo'lgan nabiralarim ham bor. Qish kunlarining birida boshqa shaharda yashaydigan qizimning yonida 2 kun turib uyga qaytdim. Menga joy qilib berishgan kulbachaga yaqinlashganimda to'shagim va kichkina sumkamni tashqariga chiqarib tashlashganligini ko'rdim. Nima uchun bu ishni qilishganligini bilish uchun eshikni taqillatdim. Eshikni o'g'limning ayoli, ya'ni kelinim ochdi. O'g'lim esa ayolning orqasida turar edi. Nima bo'ldi deb so'radim. Kelinim javob berdi. Bizga bu kulbacha kerak bo'lib qoldi. Biz u yerni omborxona qilib qo'ymoqchimiz. Men qayerga boraman? Bu vaqtda qayerga boraman deb so'radim. Xohlagan joyingizga boring. Faqat shu uyga kirmasangiz bo'ldi. Bu uydan boshqa qayerga borsangiz boravering. Allohning yeri kengdir, deb javob berdi kelinim. Meni hayratda qoldirgan narsa shuki, o'g'lim kelinimning orqasida turib, bu gaplarni eshitib hech nima demadi. Qahraton qish edi. Qo'shnimning eshigini taqillatdim va ularga bu kecha sizlarnikida tunasam bo'ladimi deb so'radim. Qo'shnim ajablandi. Bo'lgan ishlarini aytib berdim. Yig'lab yubordi. Keyin aytdim. Iloji bo'lsa bu kecha sizlarnikida qolsam, ertalab qizim kelib meni olib ketadi. Qo'shnim hijolat bo'lmang. Uy sizning ham uyingiz dedi. Ertalab bo'lgach, qizimga qo'ng'iroq qildim. Meni yoningga olib ket dedim. Lekin u ham uzr so'radi. Chunki men ularnikida 2 kun qolganimda qizimning eri siqilib, qiynalib qolibdi. 2 kun qolganimda shunchalik bo'lsa, ularnikida yashaydigan bo'lsam nima bo'ladi? So'ng qizim telefonni o'chirib qo'ydi. Yaxshilikning mukofoti qani? Bilishmaydimi? Agar ayol o'lsa yoki erini tashlab ketsa, o'rniga boshqa ayol olib kelish mumkin. Ammo ona ketsa, o'rniga boshqa ona olib kelish olmaydi. Ey ona, buni sizga qilganlariga ishongim kelmayapti. Ona ham davom etdilar. Qizim telefonni o'chirib qo'ydi. Shu bilan birga umidim ham o'chdi. Chunki men uni uyida qolaman deb umidlanib turgan edim. U mening qizim. Qariligimni va injiqliklarimni faqatgina u ko'taradi deb o'ylab turgandim. Lekin qizim ham mendan yuz o'girdi. Qattiq yig'ladim. Ko'p yig'laganimdan ko'z yoshim qolmadi. Qo'shnim meni bu holimni ko'rib, nima bo'ldi deb so'radi. Bo'lgan voqeani aytib berganimdan so'ng u ham ko'z yoshini tiyib tura olmadi. So'ngra menga shunday dedi. Siz xafa bo'lmang. Bu uy sizning ham uyingiz, biz esa sizning oilangiz bo'lamiz dedi. Mahallamizdagi saxovatli insonlardan biri bu voqeani eshitib, bizga yaqin bir yerdan uy topib, uyni jihozlab,
Biz katta-yu kichiklar xizmat qilishga tayyormiz deb aytdilar. Qo'shnilar meni doim ziyorat qilib turishar va menga o'zlari uchun tayyorlagan hamma narsadan berishar edi. Hamma meni ziyorat qilar, faqatgina o'g'lim ziyorat qilmas edi. Bir kuni juda qattiq kasal bo'lib qoldim. Qo'shnim meni kasalxonaga olib bordi. Meni ko'rgani hamma keldi. Faqatgina o'g'lim kelmadi. Bir marta bo'lsa ham ahvolimni so'ramadi. Qalbim juda qattiq og'ridi. Umid bilan uni kelishini kutdim, lekin u kelmadi. Alloh taolo dedi: Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishingizni amr etdi. Agar ularning ota-onangizning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uf tortma va ularning so'zlarini qaytarma. Ularga doimo yaxshi so'z ayt. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotingni past tut, hokisor bo'l va Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qil deb haqlariga duo qil. Ey insonlar, Parvardigoringiz dillaringizdagi sirlaringizni juda yaxshi bilguvchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsangizlar, ya'ni ota-onangizning huquqlarini tanib, ularga mehribon bo'lsangizlar, albatta Alloh bilmasdan qilgan gunohlaringizni mag'firat qilur. Zero u tavba qilguvchilarni mag'firat etuvchi bo'lgan zotdir. Ey Muhammad alayhisolatu vassalam, qavmi qarindoshingizga, miskin va yo'lovchilarga xayr ehson qilish bilan haqlarini ado eting va isrofgarchilikka yo'l qo'ymang. Chunki isrof qilguvchilar shaytonning do'stlaridan bo'lgan kimsalardir. Shayton esa Parvardigoriga butunlay kofir bo'lgandir. Agar siz Parvardigoringiz tomonidan bo'ladigan marhamatdan umidvor holingizda hozir qo'lingizda bo'lmagani sababli xayr ehson qilish imkonini topmay, ulardan, ya'ni qavmi qarindosh, miskin yo'lovchilardan yuz o'giradigan bo'lsangiz, u holda ularga yumshoq so'z ayting. Baxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yozib ham yubormang. Aks holda malomat va nadomatda qolursiz. Shubhasiz Parvardigoringiz o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va o'zi xohlagan kishilarning rizqini tor qilur. Albatta u bandalardan ogoh va ularni ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir. Isro surasi 17, 23, 30 oyatlar. Ey onajon, qanchalik ham rahmdilsiz. O'g'lingiz sizga shuncha yomonliklar qilsa ham, uni haqqiga duo qilib, Allohdan uni kechirishini va mag'firat qilishini so'rayapsiz. Allohga qasamki, kimda kim sizga yaxshilik qilishni ibodat deb sanasa, albatta buni ajrini oladi. Hatto oradan biroz vaqt o'tsa ham. Chunki yaxshilik amalning jinsiga qarab bo'ladi. Allohim, ota-onalarimizni mag'firat qilgin. Allohim, darajalarini ko'targin. Ishlarini oson qilgin. Allohim, ularning gunohlarini kechirgin. Allohim, ular meni kichikligimda tarbiya qilganlaridek ularga rahim qilgin. Allohumma amin.